O'zim musofir yurtdaman. 2026-yil shu avgust oyida yaqinlarimni, ota-onamni bir safarga jo'natmoqchiman. Musofir u joylardan turib qanday qilishlarga to'lovlar amalga oshirsam bo'ladi, qanday qilib joy bron qilsam bo'ladi, o'zi 14 kunlik safar ichiga nimalar kiradi degan obunachilarimiz, xudo xolasa videomizni o'tkazib bormaysizlar, sizlarga chiroyli qilib ma'lumotlarni yetkazib berishga harakat qilamiz. Bugun Hikmat Travel o'zining litsenziyasiga ega bo'lgan kompaniyaga xudo xolasa Abdug'ofur akani oldilariga yetib kelganman. Chiroyli qilib ma'lumotlarni berishga harakat qilaman. Videomizni boshidan bittadan like bosib, kanalimizga yangi bo'lsalar, obuna bo'lib qo'ysalar, xudo xolasa yangiliklar birinchilardan biri kuzatib borishlaring mumkin bo'ladi. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Xudo xolasa biz obunachilar uchun aka bitta to'liq qilib ma'lumotlar bering. 14 kunlik safar ichiga nimalar kiradi aka? Bizni chet eldan kuzatayotgan obunachilarimiz qanday qilib to'lovlar amalga oshirsa bo'ladi, joylarini qanday bron qilsa bo'ladi, bitta to'liq qilib ma'lumot bersangiz. Xo'p bo'ladi. Oldin kunlarini aytib chiqaylik bo'lmasam. Toshkent yo'nalishi bo'yicha Toshkent reyslarimiz kunlari 8-avgust kuni bor, 12-avgust, 13, 15, 19, 20, 22, 26, 27, 29-avgust kunlari reyslarimiz bor Toshkentda. Buni narxini $960 qilib beramiz, xudo xolasa. Xo'p, Farg'ona Madina yo'nalishi bo'yicha reyslarimiz kunlari 12-avgust, 13-avgust, 19, 20, 26, 27-avgust kunlari reyslarimiz bor. Buni narxini $1015 qilib beramiz, xudo xolasa. Xo'p, bundan tashqari qanday qilib joylarni bron qilmoqchiman deydiganlar uchun chet elda yurganlar, xo'p, shu nomerda Telegram, WhatsApplarimiz bor. Qizil o'sha Zagram pasportlaringni tashab bersalaring bizga, kim ketadigan bo'lsa, o'shani tashab berasizlar. Keyin rasmiy hisob raqam beramiz. O'shanga jingdekkina zakolat summa tashab berasizlar. Qolganini aeroportda bersalaring bo'laveradi. Masalan, o'zim chet eldaman, lekin O'zbekistonga borib 1-2 kun dam olib, umra safariga chiqmoqchiman oilam bilan deydiganlar uchun zo'r imkoniyat. Masalan, bizga onlayn joylarni bron qilib, hamma yo'qlarni tayyor qilib qo'yamiz, xudo xolasa. Siz kelasiz, 1-2 kun uyingizda damingizni olib, aeroportga borib uchib ketaverasiz. Siz uchun biz hamma yo'q to'g'ri tayyor qilib qo'yamiz, xudo xolasa. Vizalarni olamiz, bordi-keldi biletlar, aeroportdagi 50 boshi, bu kansel sumka bejiklari hamma yo'q tayyor turadi. Gostinitsalargacha borib ibodatlarini qilib, xudo xolasa qaytib kelaverasizlar inshaalloh. Zo'r. Hamma imkoniyatlar bor, xudo xolasa aloqaga chiqsa, chiroyli qilib berasiz, xudo xolasa. Xo'p, bundan tashqari sharoitlaring qanaqa deydiganlar uchun sharoitlarimiz Madina Munavvarada 200 metrdan 400 metrgacha gostinitsamiz uzoqligi, Makka Mukarramada 800 metrdan 2,5 kilometrgacha. Sama al-Misr gostinitsamiz nomi, ikkinchisiniki Darbuniyat. Qaysi biri bo'sh bo'lsa, o'sha yerga tushasizlar gostinitsamiz. Lekin avtobus xizmatlari yo'lga qo'yilgan, xudo xolasa. Bundan tashqari Madina Munavvara ziyoratlari, Makka Mukarrama ziyoratlari, Qizil dengiz sayohati ham bu turimizni o'z ichiga oladi. Xudo xolasa. Xo'p, videomizda qanaqadir kamchiliklar bo'lgan bo'lsa, uzr so'raymiz. Agar ofisga kelib naqd to'lov qilmoqchiman, rasmiy kassalarga to'lov qilmoqchiman deydigan obunachilarimiz uchun respublikamiz 3 ta viloyatlarda ofislarimiz bor. Toshkentda bor, Andijonda bor, Farg'onada bor. Xohlagan o'zlaringga udobniy bo'lgan yo'li bilan to'lovlarni qilib, joylarni bron qilsalaring bo'laveradi. Yana aloqaga chiqsalaring, yana qanaqa savollaring bo'lsa, ilmimiz boricha javob beramiz, xudo xolasa. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, yaxshi kunlarda ko'rishaylik.